allergik reaksiyani 3 ta bosqichda kechishi. Chunki birinchi tip yuqori sezuvchanlik immunoglobulin E'ga bog'liq bo'lgan tip, reagenli tip deymiz yoki bo'lmasam anafilaktoid reaksiya deymiz yoki bo'lmasam allergik reaksiya tipi ham deyiladi. Bir sinonimlar juda ham ko'p. Demak, 3 bosqichda ketdi. Birinchisi sensibilizatsiya, ikkinchisi patoximik, mana uchinchisi patofiziologik. Ya'ni har bir allergiyaga, allergik reaksiyaga sababchi bo'lgan molekulani qayerda nima ish qilishi haqida qisqacha gaplashdik. Interleykin 4, 5 hali boshqalari bordi, ularni hozir endi darsda gaplashamiz. Bu o'rtoqlar allergik reaksiyani erta fazasi. Allergen tushgandan birinchi tur 6 soat ichida bo'ladigan ish bu. Tushunasizmi? Xuddi shu jarayon ko'zingizda bo'lsa allergik konjunktivit, burunda bo'lsa rinit, o'pkada bo'lsa obstruktiv bronxit yoki bo'lmasam astma, terida bo'lsa qavarchiq. Ezofagusda bo'ladigan bo'lsa eozinofilli ezofagit, allergik gastrit, allergik enterit, allergik kolit bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Tepdimi? Bu demak chizib berganlarim hammasi qanaqa bosqich? Erta bosqich. Endi shu joyda yana bitta joyni aytib ketay. O'zi ham bitta joylari ko'p. Mana bularning hammasini gapirdik, gistaminning ta'sirlari, vazodilatatsiya boshqa. Bular bo'lgandan keyin shish hisobga qolib ketdi. Shish. O'tkazuvchanlik hisobiga qon tomiri ichidagi suyuqlik to'qimaga o'tib ketib qoladi. O'sha joyda shish bo'ladi. Shishda o'rtoqlar birinchi varianti qavarchiq. Tushunasizlarmi? Angenevrotik shish. Angenevrotik shish va kvinka shishi deymiz. Odatdan bu uchalovi bitta narsa. To'qimani, qon tomiridan boshqa qismlarni shishini biz dermani anaqasini shishini qavarchiq deymiz. Qon tomiri atrofida shishini angenevrotik shish deymiz. Qaysidir uchastkani, tanani qaysidir joyi chegaralangan qismini shishib ketishini kvinka shishi deymiz. Tushuntira oldimmi? Mana bu shishni mexanizmi har doim bilib qo'yinglar, ikki xil bo'ladi. Va yomon qimmatli ma'lumot aytayapman bora bu. Juda qimmatli. Bitta sababchisi gistamin bo'ladi. Bitta sababchisi nima bo'ladi? Bradikinin bo'ladi. Prostaglandinlarning ham o'rni bor, lekin bularchalik emas-da. Bular eng asosiy. Gistaminli shish qanaqa bo'ladi? Qizil bo'ladi. Bradikinli shish pushti bo'ladi. Gistaminli shish doim qichiydi. Bradikinli shish qichimaydi, balki og'riydi, balki siqadi. Qanaqa chувство sezyapsiz? Xuddi deydi, qilib kimdir siqib turganga o'xshab turibdi deydi. Siqadi, gigant bo'ladi. Odatda bu gigant bo'lmaydi, kichikroq bo'ladi. Endi og'ir holatlarda gigant bo'lib ketib qolishi mumkin, lekin odatdan gigant bo'lmaydi. Shu esingizda qolsin. Bir-biriga qo'shilib ketadigan bo'ladi. Ikkalovida ham mahalliy temperatura bo'ladi. Bradikinin ko'proq periferiyada bo'ladi. Tushunasizlarmi? Va qaysi biri og'ir? Dexa, glukokortikosteroidlar, antigistamin preparatlar bilan mana buni davolasang bo'ladi. Mana buni davolamaysan. Tushunasizlarmi? Shishib keladi oldinga bitta GKS qilasan yo bitta antigistamin qilasan, bitta furosemid qilasan, yaxshi bo'ladi. Bemor keladi, quysang ham yaxshi bo'lmaydi. Nega? Uni toshmasiga sabab kim? Bradikinin. Bunga nima qilish kerak? Bunga o'rtoqlar bradikinin 2 retseptorlarning blokatori bo'lgan ikatiban qilish kerak. Ikatiban. Примерно 200 yo $400 turadi. Bitta inyeksiyasi. Tushuntira oldimmi? Mana bunaqa angenevrotik shishni nasli turi bor, NAO deyiladi. Nasli angenevrotik shish deyiladi. Bemor gupillab shishib ketaveradi. Hech iloji yo'q. Mana bu GKSlarga, antigistaminlarga foyda bermaydi. O'shalarga alohida beriladigan preparat hisoblanadi bu. Bu ham allergik reaksiya birinchi tip. Tushuntira oldimmi? Endi bu bilim olib qo'y. Topasan ha. Ha, parallelni bo'ladi. Bu organizmdagi reaksiya qaysi yo'nalish bo'yicha ketganiga qarab. Gistaminlimi, bradikinlimi, qaysi biriga qarab. Saramasda umuman boshqa masala.
saramasida u yerda alteratsiyani beruvchi narsa bakteriya bo'ladi. Endi saramasida shu bitta joyda o'zida bo'ladi-da. Qizil bo'ladi saramasda ham, unda ham qichish bo'ladi ozgina, mahalliy temperatura bo'ladi. Qon analiz qilasan обязательно. O'zi to'g'ri aytyapsan, bu angenevratik saramasdan deb diagnostika qilinadi. U leykositoz beradi, soyani oshirib yuboradi, esraktiv, umumiy yallig'lanish intoksikatsiya beradi. Bunda unaqa narsa bo'lmaydi. Tushuntira oldim? Darsda davom etamiz. Demak, bu o'rtoqlar qisqacha bu patofiziologik bosqich. Endi o'rtoqlar early faza, erta fazasi hamda kechki fazasi. Erta fazasida mana shuncha ish bo'ldi. Mana shularning hammasiga sababchisi bu erta fazada bo'ladigan jarayonlar. Endi qanaqa faza boshlanadi? Kechki faza. Allergen tushgandan o'rtacha 12-24 soatdan keyin bo'ladigan faza. Tushunarli? Necha soat? Vo'g'ay 12-24 soat. Endi o'rtoqlar bitta takrorlab beraman, to miyadan chiqib ketib qoladi. Allergen keldi. Allergenni dendritik hujayra oldi. Uni emitsiyasi bilan boshqa narsasidan T helper naivniga berdi. U kimga aylandi? T helper 2 ga aylandi. Bu ma'lumotni kimga berdi? B selga. U plazmatitga aylandida, kimga aylandi? Immunoglobulin E ga. Immunoglobulin E bordida mast hujayraga borib o'tirdi. Mast hujayra nima chiqarib berdi? Gistamin, serotonin, prostaglandin, leykotrien itagdali. Xuddi shu joyda T helper 2-chi tip interleykin 5 chiqaradi. Interleykin 5 boradida kimni faollashtirib beradi? Eozinofilni. Bundan tashqari o'rtoqlar bu ishlab chiqaradi granula monotsitar koloniya stimuliruvchi faktor ishlab chiqarib beradi. Boya qolib ketdi. Bu ikkalovligi eozinofillarni nima qilib beradi? Faollashtirib beradi. Mana bu suyak ko'migiga boradi-ku, eozinofillar davay chiqinglar, ko'payinglar deydi. Mana bu to'g'ridan to'g'ri eozinofilga keladi, davay sen ishlashing kerak. Senda nima bor? Endi sizlar bilan eozinofilni chizamiz. Eozinofilni ko'zini qanaqa rangda chizishim kerak? Qizil ko'rinardi bu. Tushunarlimi? Shuning uchun eozinofilni qizil ko'rsatamiz. Va nima uchun kechki fazasida eozinofil kelyapti? Davomdan anaqa tishlarni qo'rqinchli qilib chizib qo'yinglarga. Eozinofilni ko'rsanglar qo'rqadigan bo'linglar. Nima uchun bunaqa chizyapman? Savol. Kechki fazada aynan 12-24 soatdan keyin yallig'lanish o'chog'iga haqiqiy rishalla keladi. U eozinofil bo'ladi. Eozinofil o'zini degranulyatsiya mahsuloti. Birinchi o'rinda eozinofil kation oqsili. Eozinofil asosiy oqsili. Eozinofil peroksidazasi. Tushunasizlar? Mana bu moddalar nima qilib beradi desa, bu moddalar o'rtoqlar remodelирование deymiz yoki remodeling deymiz. Ya'ni to'qima strukturasini o'zgartirib qo'yadi. Bir qavat yassi epiteyliymi? Ko'p qavat yassi qilib qo'yadi. Mana bu strukturalari, mana bu eozinofil kation belok eng asosiy allergen anaqasi hisoblanadi va bu eozinofil kationli belok o'rtoqlar to'g'ridan to'g'ri shuna borib semiz hujayralarni nima qilishi mumkin ekan? Degranulyatsiyalab qo'yishi mumkin ekan. Mana shunaqa eozinofil kation oqsili. 450 ming 500 ming turadi bundan anaqasi tekshiruvi. Umumiy qon tahlili 60 ming, eozinofil kationli belok 450-500 ming atrofida turadi. Zato allergik reaksiya haqida sizlarga nima beradi? Ma'lumot beradi, 100% ma'lumot beradi. Pozdin reaksiya ketyaptimi, boshqa narsa bormi? Toqqilatib aytib beradi. Ko'ryapsizlarmi? Bu eozinofil kation oqsili o'rtoqlar o'zi aslida organizmga qanaqadir infeksiya kelib qolsa, unga makrofaglar, hamma hujayralar borib hech kim qo'lidan kelmagandan keyin mana bunaqa katta gelmint bor-ku. Gelmintlarning qobig'i nima bilan o'ralgan edi? Voy o'lay, hasharot xor deylar-yo. Baraka topkurlar, kutikula bo'ladi. O'sha askaridan, o'sha nematodan, o'sha boshqasini kutikulasi juda ham qattiq molekula. Uni bizning makrofaglarimiz borib nima qila olmaydi?
fagostoz qila olmaydi. Uni borib reshat qilish uchun kimni chaqiradi? Eozinofil. Eozinofilni fermentlari haligi anaqani nematodani kutikulasini parchalaydigan fermentlar. Endi shu ferment tasavvur qilgin, bronxingda chiqib turibdi. Sani bronxing keyin remodelирование bo'lmasdan, sani bronxing bronxektazga o'tmasdan maniki o'tsinmi? Tushuntira olyapmanmi? Bu juda seryoz narsa. O'shaning uchun ham bronxial astmani tiplarida aynan eozinofilli astma juda ham opasniy astma hisoblanadi. Hozir ham radioda ko'rdinglar, shuni aytib o'tib ketib qoldim. Gapirib ketib qoldim. Tushunasizmi? Astmatik kasallarning orasida 3% dan 5% gacha mana bunaqa ingalyator GKSlarga umuman javob bermaydi. Sabab mana bu juda kuchli destruktor hisoblanadi. Organizm bilasizlarmi nima deb o'ylaydi? Hadeb allergen tushyapti, o'sha avvalgi kelgan chuvalchanga o'xshagan qanaqadir gelmint bo'lsa kerak deydi-da, oxirgi fazasida noilojlikdan haligi allergenni mana bunaqa gijjaga o'xshagan narsa bo'lsa kerak deb oxiri kim chiqaradi bu yerga? Eozinofil. Eozinofil ham anoyi emas, bundoq keladida birinchi mana bularni chiqarishdan oldin aril sulfataza ham chiqaradi. Aril sulfataza ham chiqaradi. Aril sulfataza shunaqa moddaki haligi gistaminni parchalaydi. Tushunasizlarmi? Keladida birinchi, mana zo'r misol aytaman-da. Darsga kelib o'tirsang, shu paytgacha nima o'qigan bo'lsalaring eslaringdan chiqarib yuborlaring deydi-ku. Biz abituriyentlikda shunaqa edi-da, qaysidir o'qituvchiga borib o'qib borsang, nima o'qigan bo'lsang esingdan chiqarib yubor deydi. Eozinofil ham ish joyiga, ya'ni yalang'lan joyiga kelgandan keyin o'zidan oldingi molekulalarni bir sira nima qilib yuboradi? Tozalab yuboradi. Tushuntira oldimmi? Lekin не полностью har doim ham eplolmaydi buni. Chunki aril sulfatazasini miqdori kam. Asosiy eozinofil deganda eozinofil kation asosiy oqsillari peroksidazalarni tushunasizlar. Shu bular nima qilar ekan? Destruksiya chaqirib, remodellashtirar ekan. To'qimani strukturasini nima qilar ekan? O'zgartirib qo'yar ekan. Tushuntira oldimmi? Ana shu bilan keyin yallig'lanish jarayoni surunkaliga o'tib ketaveradi. Tushuntira oldimmi? Endi bu jarayonni tugash haqida ham gapirib qo'yaylik ikki og'iz. Keyin tugataman. Tugash. Xo'p, shuncha boshladik. Organizm shuncha narsa qildi. Tugaydimi yo'qmi? Agar allergen stimulyatsiyasi tugamasa, jarayon to'xtamaydi. Yaxshi bilib qo'yinglar. O'shaning uchun allergologiyada oltin qoida bor. Birinchi davo bu allergen eliminatsiyasi. Mana bu allergenni to'xtatsang, shu allergenga spesifik bo'lgan helper B hujayralar, plazmatid hujayralar, mana bu semiz hujayralar hammasi apoptozga uchraydi. O'shaning uchun dieta qilsang tuzalib ketasan degan gap sababi shu. Tushuntir oldim? Bu birinchi nyuans. Ikkinchi nyuans. Agar mana bu allergenni doimiy ravishda oz-ozdan kichik dozada kiritib turadigan bo'lsak, organizmga bu mana bu dendritik hujayra qarochi deydi, qarasam har kun kirib kelyapsan deydi. O'zi kichkinagina bo'lsang deydi. Umuman sendan ziyon ko'rayotganim yo'q deydi. Ki senga nisbatan tolerant bo'lay deydi-da. Mana bu yoqdagi T helper 0 endi mana bu allergen ko'p va kichik dozada kirsa, mana bu T helper nima bo'ladi? Men qora rangda sekin yozib ketaveraman. Mana bu T helper bu bunga o'tadi, bu bunga o'tadi. Bu yoqqa kelgan payt mana bu immunoglobulin o'rtoqlar immunoglobulin G4 ga aylanadi. Ya'ni oldin shu oqsildi strukturasiga nisbatan immunoglobulin E sintezlab turgan plazmatsit o'zini shuni переключение qiladi-da, immunoglobulin G4 ga aylanib oladi. Tushuntira oldimmi? Endi mana bu immunoglobulin G4 mana bu kelgan allergen bilan bog'lanadi, antigen antitelo kompleksini hosil qiladi, jigarda taloqda utilizatsiyaga uchraydi. Shu bilan mana allergen organizmga kiradi, G4 bilan yo'q bo'lib ketib qoladi. Bu jarayonni biz tolerantlik deymiz. Bu bilan organizm nima qildi o'zini? To'xtatdi. Tushuntira oldim? Mana bu jarayon tolerantlik deymiz. Endi yana bitta mexanizm bor. Xuddi shunaqa allergen oz va tez miqdorda kirib turgan bo'lsa, dendritik hujayra uni fagotsitos anaqa qilib beradi, nima deydi? Prezentatsiya qilib beradi T helperga. T helper qarasa dendritik hujayra aytyapti, bo'ldi bunga normali javob ber, charchadi odam bor. Bo'ldi, aka deydi, bu sirazi T helper regulatorga aylanadi. T regulatorga aylanadi. T regulatorga aylanishi uchun buni FOXP3 degan gen ishlash kerak. Agar shu FOXP3 genida mutatsiya bo'lmasa, muammo yo'q, hammasi zo'r. Tushuntira oldim?
Mana bu helper 2 ga o'tish uchun stat 4 ishlash kerak. T helper 1 ga o'tish uchun stat 6 ishlash kerak. Aktivatsion anaqasi. Xullas, regulyatorga aylanadi. Endi mana bu regulyator hujayra o'rtoqlar interleykin 10 bilan TGF beta ishlab chiqaradi. Interleykin 10 bilan transformation growth factor, ya'ni transformatsiyalovchi o'suv faktorini chiqaradi. Mana bu ikkita sitokin hamma sitokinni bloklaydi. Interleykin 4 bor edi, 9 bor edi, 13 bor edi, 12 hammasini borib nima qilib beradi bular? Bloklab beradi. Shu bilan organizm o'zi boshlagan reaksiyani o'zi nima qilib beradi? To'xtatib beradi. Biza davolash maqsadida nima qilamiz? Birinchi bo'lib allergiya eliminatsiya qilamiz. GKS beramizki, mana bu sitokinlarning sintezini nima qilsin? To'xtasin deb. Tushuntira oldim? Benralizumab degan preparat bor, interleykin 5 ni bloklaydi. Tushuntira oldim? Yana bitta joyi bor. Xuddi shunga o'xshagan. Mana bu sizlarga men aytib bergan narsa T helper 2 tip inflammation deydi. Tip to'g'ri yozdimmi? Ana. Bu sizlarga men chizib bergan narsam 2 tip yallig'lanish deydi. Bundan tashqari organizmda non type 2 bor. Ya'ni 2 tip bo'lmagan yallig'lanish bor. 2 tip bo'lmagan yallig'lanish qanaqa bo'ladi degan savolga hozir javob beraman. Tushunarlimi bu? Tepdimi? Maydalab o'rganish nima uchun kerak? Maydalab o'rganish o'rtoqlar sifatni oshirish uchun kerak. Xullas, davom etaman. Mana bu meni epiteliyim. Xudo asrasin, meni epiteliyim emas-e. Qaysi birinchi ekansan? Mujik bu tan ol. Yo'q-e? Uyatsizlik. Bo'pti, hazil bilan qaranglar. Birinchi o'rindan shu sigaret. Sigaret. Polyutantlar. Sigaret, polyutant va zaharli gazlar, og'ir metal tuzlari, respirator, sinsitial virus, gerpes virusi, sitomegaloviruslar, bularning hammasi o'rtoqlar, adenovirus, grip viruslari mana bu epiteliyni nima qiladi? Zararlaydi. Tushundingmi? Epiteliy nima bo'lar ekan? Mana bular ta'sirida zararlanar ekan. Biz bu jarayonni nima deymiz? Damage deymiz. Zararlangan epiteliy jim turmaydi sizlarga o'xshab. Interleykin 22, interleykin 25, interleykin 33 va TCLP ishlab chiqarib beradi. TCLP degani thymus stromal lymphopoietin degani. TCLP shunday iboratda innate lymphocyte cells 2-tipni faollashtirib beradi. Kim faollashtirib berar ekan? Innate lymphocyte cells, ya'ni tug'ma limfosit hujayralari. Bular o'rtoqlar limfa tugunida bo'ladi. Xuddi dendritik hujayraga o'xshagan hujayralar. Faqat uni qanaqa varianti? Tug'ma varianti. Bu keladida mana bu yerda turgan naivniy helperlar bor-ku, ularning hammasini T helper 2 ga aylantirib tashlaydi. Keyin T helper 2 yana o'sha eski o'yinini boshlaydi. Interleykin 4, 5, 10, 9, 13 granula monotsitar koloniya stimulyorchi faktorlarni ishlab chiqarib beradi. Yo o'sha boyagi yallig'lanish. Buni tushuntirib berdim. Ya'ni boshlanishi boshqacha. Tushunasizlarmi? Mana aroq ichsa, sigaret cheksa, sigaret cheksa, har xil zaharli polyutantlar, tez virusli infeksiyalar bilan boshlanish mexanizmi bunaqa. Bu yerda asid terapiya yordam bermaydi. 4 yoshgacha bo'lgan bolada mana bunaqa infeksion allergik reaksiya bo'ladi. Ularda mana bu infeksiyani yaxshi o'ldirib, mana bu baryerni mustahkamlash kerak. Ularga asid effekt bermaydi. Chunki bu yerda birinchi tip yuqori sensitivitning mana bunaqa varianti ketmayapti. Umuman boshqa narsa beradi. Tushuntira oldimmi? Endi mana bu 22 kilo mana bu yerda interleykin 8 chiqib neytrofillarni chaqiradi, makrofaglar kelib, bu yoqda yeringli yallig'lanish bo'ladi, ularni endi aytib o'tayotganim yo'q. Asosiy gapga o'taman. Endi allergik reaksiyalarni davolashda yangi dori tezepelumab chiqyapti. Mana bu TCLP ni bloklab beryapti. Narxi qiziqda buni, $800. Birdaniga interleykin 4 ham, 5 ham, 13 ham bloklab beradi.